funksiya. Command save. Qanday qilamiz? Misal bir yazaylik. Başta bir tizimlikni o'rnashtiraylik. Qanday? Mana tizimlik. Qanday o'rnashtirdik tizimlikni? Mana. Qanday ikki tane siziqlardan alatdik-da mana. Qanday qilamiz? Qaranglar, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 bo'lsin. Mana bu bir tizimlik bo'lgan bo'ldi. Yaxshi. Endi biz nima ish qilamiz? Bir funksiyani alaylik, bu tizimlikni, keyin natijasini bizga to'plab bersin. Qanday qilamiz? Yana yozaylik, qaranglar mana. Def deymiz. Xalqim bir ism yazsak bo'lardi. Masalan, deydi, su deydi. Qaranglar mana. Nima olsun? Bu bir tizimlik ilish kerakda, biz bu yerda xalqim bir ism yazsak bo'lardi. Chunki Python deganimizdek funksiyani aniqlagan vaqtimizda bu yerda aniqlovchininki yoki o'zgaruvchining ismi muhim emas. Xalqim bir ism yazsak bo'lardi. Masalan, deymiz, Aqsu Avat deb yozib qo'ydik. Mana bunday qilamiz, funksiya yozganligimiz uchun bu yerga qo'shib to'latdik. Mana endi nima ish qilamiz? Bu funksiyaning qiymatini bir-birlab yozishimiz kerak. Boshda buni yozib qo'yaylik. Qani for ne yazamiz? I in kimning ichida? Avat. Qaranglar mana. Nima ish qilamiz? Print kimni? I'ni yozsak ishimiz tugaydi. Mana control save. Endi nima ish qilamiz? Bu funksiyani chaqirishimiz kerak. Qanday chaqiramiz mana? Qaranglar, Aqsu. Buni kimni birimiz? Bu bir tizimlik ilish kerak. Tizimlik ismi nima edi? Qaranglar mana. Tizimlik. Mana chaqirdik. Command save qildim mana. Command save qilib kimni yozamiz? F5 ni ijro qilamiz. Qaranglar mana. Voy, xato chiqdi bu. Tizimlik mana xato yozib qo'yibdi. Qaranglar. Tizim bilan len to'xtatdik mana. Ikkisi ma ism bilan qaranglar mana. Ma ism bilan ma ikkisi cho'qim o'xshash bo'lishi kerak. Mana command save yapdik. Qanday qilamiz? F5 yapamiz. Qaranglar mana. 1 2 3 4 5 natijasi chiqqan bo'ldi. Yaxshi. Buni qo'y yozg'izdik. Endi bizning maqsadimiz nima edi? Bu tizimlikdagi bu a'zolarning sonini qiymatini yig'insini hisoblaydik. Bunda biz qanday qilamiz? Bunda bo'lsa, qaranglar. Mana o'zgartiraylik. Qanday? Buni qanday o'zgartiramiz desanglar, qilgan ishimiz shu. Bu yerga kirib bir tane o'zgartiruvchi to'playdi. Qanday? Biz aniqlovchi o'zgartiruvchi aniqlab olaylik. Nasıl deydi? Yig'in. Ana yig'inda. Deydi yoki uyg'urcha ne yazaylik qilamiz? Jami. Mana qancha bo'lsin? 0 bo'lish kerak. Yaxshi. Uni nima ish qilamiz? Mana ma'lumotni ichiga kirib turib, qaranglar, jami qo'shiman kimni? I desam bo'ldi. Ne yozib kerak bormi? Yo'q. Buni yozg'im yo'q. Unda biz nima ish qilay? Qaranglar, for tutgandan keyin buni qaytarishim kerak qiladi. Mana return, nima? Return jami. Tugdi. Mana command save qilma. Bunda biz buning bo'ldi. Bu bir natija bermaydi-da, buni natijasini ekranga yozdirish uchun nega qo'yim buni? Printning ishiga olaman. Qaranglar mana. Print oldim. Mana traktor qo'yibdi. Mana command save nima ish qilamiz? F5. Qaranglar mana 40 chiqqan bo'ldi. Haqiqatan hisoblab baksanglar mana 40 chiqalaysiz. Endi buni yana bir o'zgartirib boqaylik. Bu qetim nima ish qilamiz desak, qancha 5 dan cho'ng bo'lgan sonlarning natijasini to'playdi. Vaqt qanday qilamiz? Mana 5 dan cho'ng bo'lgan sonlarning natijasini to'plash uchun yana bu yerga kiramiz. Bu qetim bir tane shart qo'shimiz. Qaranglar mana. If I yoki I cho'ng yoki tang kimdan 5 dan cho'ng bo'lsa shart. Mana nima ish qilma? Mana ishga cheksam bo'ldi. Qaranglar mana. Cheksam mana nima bo'ldi? I'dan kichik bo'lgan sonlarni to'playman degan gap chiqdi bu yerda. Command save F5 qilib boqaylik. Kim chiqdi? Bunda qarasanglar 30 chiqdi. Biz hisoblab qo'yinglar. 5 dan cho'ng bo'lgan kim bor bu yerda? 6 7 8 9 mana. O'sha 4 sonni to'plasanglar 30 degan natijani olasizlar. Endi mushu bu yerda qarasanglar biz bu yerda tizimlikniki a'zosi qanday erishdik?
Şu i degan tizimlikni ishlatdik bu yerda. Qaranglar, nima qildik? I in ava deb turib ishlatdik. Endi sizlarga shu. Buni biz qanday qilaylik? O'sha indeksninki tizimlikning a'zosiga biz tizimlik indeks bilan erishishga tirishib boqaylik. Qaranglar, buni qanday qilamiz? Nega yozib qo'yaylik? Unda bo'lsa qisqa bir inkas, izohat berib qo'yaylik. Qanday? Qaranglar, tizimlik a'zolariga qanday nima erishimiz? Qaranglar, indeks bilan nima erishimiz. Hem yazaylik. Qaranglar mana. Bu yerda buni yazaylik. Def bu boshqa bir ism beradi. Masalan, qarang, xotan deb yozaylik. Mana xotan. Shen ismi nima bo'lsin? Guma bo'lsin. Mana qo'shib ket. Qaranglar, o'xshash xatni yozamiz. Jami qancha 0 dan boshlayman. Bu qitim qanday bo'ldi? Qaranglar, for i ni boshlayman. Qaranglar, in. Qaranglar, range. Range olduğunu görmüş kılma. Çoğun. Length'ini belirli tizimlikninki uzunluğunu işim gerek. Kimnin tizimlikki? Mana Huma. Tizimlikni algan bo'ldim. Nokta. Tugadi. Endi vermiş qilamiz desak, mana bu yerga kelgandan keyin biz yana tekrar qaytadan mish qilamiz. Mana bu shartni qilishimiz kerak. Miyat diqqat qilishinglar kerak. Chunki endi miyat i qanday bo'ldi? Indeksini temsil qildi. Miyat i kimdi bu? Bevosita a'zoni tizimlikdagi a'zoni temsil qiladi. Unda bo'lsa biz buni qanday qilamiz? Bunda bo'lsa, qaranglar, buni bunday o'zgartiramiz. Bu qitim if deymiz. Tizimlikning ismi nima bu yerda? Mana Huma. Qaranglar, mana Humaning ichidagi qanday deymiz? Bu yerda turayotgan şu indeksden kelgan a'zo kimdir? Cho'ng yoki tang 5 ga bo'lsa biz nima qilamiz? Undan bo'lsa bu a'zoni to'playmiz. Qaranglar, mana deymiz, jami bo'lsa jami, qaranglar, jami qo'shiman kimni? Humaning ichidagi yer olgan qasini shu a'zoni to'playman degan gap bo'ldi. Mana if mana bunun dairesini çıkartken bulduk. If tükkenindeki ne ekimiz? For kelimiz. Mana for endi nima qilamiz? Mushu for alqis tükken vaqtida mana mushu biz hozirgi bo'layotgan yerga buyruqni ijro qiladi. Unda biz nima qilamiz? Return jami deyman, natijasini qaytarib olaman. Tugadi. Endi buni sinab boqaylik. Qanday? Maqitni mana deylik. Qaranglar, print kimni chaqiramiz bu yerda? Qaranglar, xotan mana. Xotan tizim qilib kimni birimiz a'zosini mana buningga yana o'xshash tizimlikni berib qo'yaylik. Tizimlik. Endi bunda bo'lsa qaranglar, men qisqa bir inkaz yozib qo'yaylik. Qaranglar, print qanday xotanda xotan ijro xotan nomli qaranglar, mana funksiya. Tık mana command save. Qaranglar, F5 ijro qilib qo'yaylik. Ko'rdinglarmi mana? İstanbul Turkiya birinchisi ishlagan bo'ldi. Xotin nomli funksiya o'xshash qilana, o'xshash natijani oldik, Mana buni ishlagan bo'ldik. Endi sizlarga yana bir savol bor. Qaranglar, mana ma'nosi qanday bo'ldi? Xato natija deydi. Qaranglar, masalan sizga agar bunday qilsakchi print masalan, qaranglar, bu xotan. Bu nima ishlatadi? Nima kerak bizga? Bu yerga agar sanbasamchi 2 3 desam, ishlamdi bu? Albatta, qaranglar, bu ishlamaslik kerak. Yoki xato bo'lish kerak. Xato. Qaranglar, chekit. Command save qilib oldim. F5 ni chekdim. Qaranglar, xato chiqdi. Nimishqa? Chunki bu cho'qim kim bo'lish kerak? Tizimlik bo'lish kerak. Qanday? Shuni buni qilmaslik olmak kerak. Mana bu yerda buni inkasni saqlataylik. Command save. Endi natija qilib yakunlasak, Pythonda bir funksiyon aniqlash uchun def degan bu maxsus ayrılgan so'zdan boshlaymiz. Xalqa ismini bersak bo'ladi. Undan keyin
buniki funksiyonunki parametrelerini bilmiyoruz. Bir yerde parametre bazen boş gerek, bazen bulmasın buludu. Bu siz kılmakçı kılvatkan işe karab turib özgüreydi. Bir. İkincisi biz fonksiyon iniqlagan vaqtimizda fonksiyonun içinde yer algan bu parametre ya da argumentlarınki qiymat tipi muhim emas. Çünkü Python buni avtomatik o'zi aniqlaydi. Masalan, bu yerda 2, 3 bersam butun son bo'lgan bo'ldi. Qancha 10.20 bersam nuqta son bo'lgan bo'ldi. Bu yerda-chi qana so'z bersam so'z bo'lgan bo'ldi. Ammo qanday agar bir-biri bilan moslashmaydigan son berib qo'ysam, bu yerda xato bergan bo'ldi. Chunki Python o'xshash tipdagi sonlarni yoki o'xshash xarakterga ega bo'lgan sonlarni o'zida matematiklik ve işlemlerini icra kılalaydı. İkincisi, mesela bir tizimlikni sınaq qilgan bo'ldik bu yerda. Qaranglar, mana funksiyon va agar tizimlik bersek, yana o'xshash bir aniq o'zgargichni berdik. Bir sheyga qarasak, o'zgargich nima bo'lganini anglayolmaymiz. Ammo mana bu funksiyonning ichidagi buyruqlarni ko'rgan vaqtimizda buniki qanday his qilaymiz? Bu bir tizimlik ekanligini aslankin ko'rib tushunamiz. Mana bu yerda tizimliklar qanday bo'ldi? Mana halqa tizimliklarning ichidagi yer algan a'zolarga asosan o'rnash shakllantirildi. Bu yerda-chi tizim halqimiz qanday bo'ldi? Bu tizimlikning uzunligiga asosan shakllantirilgan bo'ldi. Shunga bu yerdagi i qanday bo'ldi? Indisni temsil qilgan bo'ldi. Shunga a'zolarga indis bilan erishgan bo'ldi. Yer siz bu yerga indisdan boshqa bir o'zgargich qiymat bersangiz, bu yer qanday bo'ldi? Xato natija olgan bo'ldi.